Folikulyar kista o'zi aslida nima bu? Folikulyar kista bu tuxumdonda paydo bo'ladigan funksional kista. Masalan, ayolimizda ikkita tuxumdon bor. Ikkita tuxumdonni bitta tuxumdonda har oyda siklda bitta tuxumdon, keyingi oyda ikkinchi tuxumdon ishlaydi. Bitta tuxumdon ishlagan paytda normada 5 ta 6 ta folikul rivojlanadi. Shundan bittasi dominantli folikul bo'lib kattalashib chiqadi, ovulyatsiya yuzaga keladi. Ovulyatsiya yuzaga kelgandan keyin shu ayollarimiz jinsiy hayotda yashayotgan bo'lsalar, homilador bo'lishlari mumkin. Lekin ayrim holatlarda folikullarimizda qobig'ining qattiqligi sababli, gormonlarning o'zgarishi sababli folikulimiz yorila olmaydi, ovulyatsiya bo'la olmaydi va u kistaga aylanadi. Kistaga aylangandan keyin o'sha narsa folikulyar kista deb aytiladi. Ayollarimizda qanday belgilar bilan paydo bo'ladi? Qovuq pastidagi og'riqlar, hayzi kelmasligi yoki qanaqa ajralmalarning paydo bo'lishiga shikoyat qilishadi. Kelib ultratovush tekshiruvini o'tkazganlarda biz folikulyar kistani aniqlayapmiz. Ayrim holatlarda folikulyar kista yorilib turib ichiga qon quyilgan holatlar ham juda ham ko'p uchramoqda. Folikulyar kistaning davo choralari asosan demak gormonlarning o'zgarishidan kelib chiqqanligi sababli gormonlarimizni tekshirib, ularni joy-joyiga qo'yishimiz uchun yetishmayotgan mikroelementlarimizni tekshirib, ularni bartaraf qilishimiz kerak. Folikulyar kistalar aslida aytganimizdek gormonlarning o'zgarishini to'g'irlaganimizdan keyin so'rilib ketishi mumkin. Lekin o'shanda ham so'rilmasa, ya'ni konservativ davo qilganda ham 5 oy, 6 oy davomida kista so'rilmasdan kattalashib borsa, uni operatsiya qilishni tavsiya etamiz. Nima uchun? Chunki tuxumdonning qobig'i qalinlashib ketaveradi, kista so'rilmaydi. Natijasida tuxumdon kistasi buralib qolishi mumkin, yorilib ketib qolishi mumkin. Shunda qon ketib qolishlar bilan ayollarning keyin tezlik bilan, zudlik bilan bizlarga operatsiya uchun olib kelishadi. Mana shunday yuqorida aytib o'tilganimizdek asoratlarga olib kelmasligi uchun siz ham zudlik bilan davo choralarini ko'rishga harakat qiling.